Assalomu alaykum akalar. Damas avtomobiliga foydali video bo'ladi akalar. Akalarimiz dalini yo'qsa, yonyapti ekan, ikkita parasi ham, blижний yo'qsa yonmayapti ekan akalar. Buni pirdometrdan qarab ko'rasizlar birinchi. Pirdometr urmagan bo'lsa akalar, eski Damaslar shunaqa tagida ril qo'yib beradi akalar, ustalar. Ko'pincha o'sha faraga yaxshi bo'lish uchun, kuchaytirish uchun farani shunaqa ril qo'ygan bo'ladi. Dalini yo'q ko'rasizlar. Dalini yo'qsa mana shunisi harakat qilyapti rilini. Demak, bu yondagi ikkinchisi blижнийniki bo'ladi akalar. Blижний olmay qo'ygan bo'lsa, o'sha o'chirib qo'yasizlar akalar. Ishlashga harakat qilyapti, lekin ishlamayapti mana qarang. Kantaga kuyib qo'ygan akalar. Buni osongina yo'li mana chiqarasizlar akalar. O'zi bir tortsalar chiqib keladi akalar. Tortsalar chiqib keladi. Do'konlarda 5000 so'm turadi bir ril akalar. Buni 5000 so'mga shunaqa bitta ril olasizlar akalar. Farqi yo'q, 5 ta yo'q ham, 4 ta yo'q ham tushib ketaveradi akalar. Bossalar tushib qoladi akalar. Yoqib ko'rasizlar keyin akalar. Blижний yo'lni dalni ham bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bittagina like bosib qo'ysizlar akalar. Yana qanaqa modellar shunaqa like chiqaraylik akalar, kommentariyga yozib qo'ysizlar.